Turkiyada kuchli zilzila sodir bo'ldi. 27-oktyabr kuni soat 22:48 da Turkiyaning Balıkesir viloyatiga qarashli Sendirgi shahrida 6,1 magnitudali zilzila yuz berdi. Zilzila ortidan 100 dan ortiq aftershok kichik silkinishlar qayd etildi. Tabiiy ofat natijasida 3 ta bino va bir nechta do'kon qulab tushgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida jami 22 kishi jarohat olgan. Ulardan 18 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga javob berilgan. Hozirda qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan fuqarolarni izlash ishlarini davom ettirmoqda. Eslatib o'tamiz, 2023-yil fevral oyida Turkiyada yuz bergan dahshatli zilzila oqibatida 50 mingdan ortiq inson halok bo'lgan edi. Mutaxassislar mamlakat seysmik faolligi yuqori hududda joylashgani bois yaqin yillarda yana shunday kuchli zilzilalar sodir bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.